Abdulla Qahhor. Bek hikoyasi. Ey o'zingni holatingni bilmagan asrorqul, Muhiy. Muharrir hozir keltirilgan choydan 2 ho'plab endi bizga qaragan edi. Eshikdan birov kirib keldi. U navbat kutmay, bizga e'tibor ham qilmay, to'g'ri muharrirning stoli yoniga bordi. Qo'lidagi portfelini ostiga qo'yib o'tirdi-da, muharrirga ko'z qiri bilan qarab, "Xo'sh, o'rtoq, bizning ish nima bo'ldi?" dedi. "Qanaqa ish?" dedi muharrir. "Mening maqolamni qachon chop etamiz?" "Maqolangizni bosmoqchi emasmiz." Tushunmadim. Bundan chiqdiki, o'qimabsiz-da. Diqqat bilan o'qidim. O'qigan bo'lsangiz, nima sababdan tushunmaysiz? Yo o'qimagansiz, yo... Bilmadim endi, qanday baho berish kerak? Muharrir chuqur uf tortdi. Peshonasini ishqaladi. Keyin mumkin qadar sovuqqonlik bilan so'radi. "Xo'rozning qichqirganini eshitganmisiz?" "Nega eshitmas ekanman? Xo'roz nima deb qichqiradi?" U odam ko'rsatkich barmog'ini peshonasiga qo'yib chuqur o'yladi. So'ngra xuddi ilgari bilganu hozir esdan chiqqanday javob berdi. Shuni bilmas ekanman, dedi. "Xo'rozning qichqirganini eshitgan bo'lsangiz, nega, nima deb qichqirganini bilmaysiz?" dedi muharrir kulgudan labini yig'ishtirolmay. "Bundan chiqdiki, yo eshitmagansiz, yo bilmadim endi, qanday baho berish kerak?" Men kulib yuborgan edim, sherigim turtib ko'z qisdi. U odam menga xuddi yeb qo'yguday bo'lib bir qaradi-da, ostidan portfelini sug'urib olar ekan muharrirga do'q urdi. "Xo'sh, o'rtoq, meni xo'roz demoqchi bo'lasizmi? Kechirasiz." "Yo'q, birodar", dedi muharrir. "Xo'roz demoqchi emasman. Eshitib bilmaslik mumkin bo'lganidan o'qib tushunmaslik ham mumkin demoqchiman." Injener Yo'ldosheva 26-yilda fakultetda o'qib yurganida mahallada paranji yopinib yurgan bo'lishi mumkin. Buni hozir ta'na qilishda hech qanday ma'no yo'q. Uning eri Rahimovning 19-yilda chekaga tushgani ham rost, lekin cheka uni jinoyatchi sifatida emas, boqimsiz bola sifatida qo'lga olgan. Axborotingiz uchun, cheka o'sha vaqtlarda boqimsiz bolalar ustidan g'amxo'rlik qilishni o'z zimmasiga olgan edi. Injener Yo'ldoshevaning klub hovlisida cho'chqa boqilmasin deganidan chorvachilikka qarshi deb xulosa chiqarasiz. Lekin chorvachilikni, paxtachilikni yana rivojlantirish, umuman respublikamizni har jihatdan yana ham gullatishda katta omil bo'ladigan olamshumul ishda yurtimiz mutaxassisiga xos salobat, g'ayrat ko'rsatganidan hech qanday xulosa chiqarmaysiz. Uning xizmatini hukumat taqdirladi-ku. Hukumat necha yillar parvarish qilib yetishtirgan bir kuchni beburt qilish sizga nima uchun zarur bo'lib qoldi? Bolta ko'tarib odam ovlashni sizga kim o'rgatdi? Siz nima uchun "Biz mahalla mehnatkashlari" deb yozasiz? Mahalla mehnatkashlari sizga qachon va nima deb vakolat bergan? U odam portfelini yana ostiga tiqdi. Orqasiga suyandi. Tez-tez kiprik qoqib, "Men odam ovlab nima qilibman?" dedi. "Yo'ldoshevaning yaxshi tomonlarini aytmabmanmi? Yaxshi tomonlarini ham aytgandirman, yomon tomonlarini ham topib aytdim." "Ha, barakalla, barini emas, topib aytgansiz. Endi bu narsani yozishdan maqsadingiz nima?" Sherigim meni sekin turtib imladi. Qabulxonaga chiqdik. Sherigim u yerda o'zini zo'rg'a tutib turgan ekan, qotib-qotib kuldi. "Siz bu odamni bilmaysizmi?" dedi. "Bekni-ya, o'tiring, aytib beray." Baribir endi muharrir hali beri bo'shamaydi. O'tirdik. Sherigim divanga yaxshiroq o'rnashib gap boshladi. "Bu odam hozirgi zamondan rosa 20 yil orqada qolgan, lekin shuni o'zi bilmaydi. Aytsangiz siz bilan 6 oy otpuska qilib mushtlashadi." Bek beliga gazeta qistirib, samovarlarda ilm sotib yurgan chog'larida allaqaysi idoraning xat tashuvchisi bo'lgan Subhonqul hozir kon zavodining direktori, deputat bo'lganini tan oladi. Ammo o'sha vaqtlarda endi paranji tashlab savod maktabiga qatnab yurgan ayollarning hozir biri vrach, biri agronom, biri injener bo'lganini sira tan olmaydi. Men avvallari uning bu xildagi ochiq ko'rligiga qanday ma'no berishni bilmay yurar edim. Keyin bilsam, bu ochiq ko'rlik
o'sha vaqtda uzoqni ko'radigan olimlarcha aytgan bir hikmatning natijasi ekan. Bek hazratlari o'sha vaqtda ayollar ming o'qisa ham savod chiqarishdan nariga o'tolmaydi, savod chiqarish uchun esa paranjini tashlash shart emas, degan ekanlar. Mana endi ko'rib turibsiz, bu hikmat turmushda quvg'in yeb qaysi kavakka kirishini bilmaydi. Endi bek yo o'z hikmatidan voz kechishi kerak yoki uning haq ekanini isbot qilishi kerak. Bundan voz kechish o'sha vaqtda uzoqni ko'rmaganiga iqror bo'lish degan so'z. Bunga iqror bo'lish esa hozir o'zini ilgarigidan ham donishmand, eng kamida o'rtacharoq siyosiy arbob hisoblagan va hozir qadri bo'lmaganiga o'zicha har xil ma'nolar berib olganidan keyin shaharning eng obod yeriga haykal qo'yilishiga shubha qilmagan odam uchun qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Kulmang, haykal qo'yilishiga sira shubha qilmaydi. Shubha qilmaslik ham gapmi? Istirohat bog'idagi ko'l bo'yiga sportchi qiz haykali qo'yilganda yaxshi joy band bo'lib qoldi deb bo'g'ilgan edi. Demak, o'z hikmatini haq ekanini isbot qilishi kerak. Isbot qilish o'rniga uni qanaqa chiroyli so'zlarga o'ramasin, palag'ida tuxumga murch sepib berganday gap. Baribir yeb bo'lmaydi. Biroq bek janoblari o'z fikrlarini, qarashlarini erkak ayol hamma uchun mo'tabar hisoblaganlari uchun men ayollarni beburt qilsam, ularni pisand qilmasam, hamma shundan tegishli xulosa chiqara beradi deb o'ylaydilar. Bek qayerda qanday majlis bo'lsa qolmaydi, borganida ham ataylab hammadan kech boradi-da, o'rtadan tantanali suratdan o'tib oldingi qatorga o'tiradi. Biror ayol so'zga chiqquday bo'lsa, uning o'tirishini ko'rsangiz, bu ayolga hamma gapni go'yo o'zi o'rgatgan-u, endi majlisda o'tirishdan maqsadi bilish. Qani, o'rgatgan gaplarini eplab aytoldimi, yo'qmi? So'z davomida negadir xir kuladi. Otini askiya va hazil qo'yib, ayolni kalaka qilish maqsadida luqmalar tashlaydi. Odamlar ba'zan bu askiya, hazilga emas, uning o'ziga, uning ahvoliga kulishsa juda o'rinlatdim deb keriladi. Bek hech qachon hech kimning fikriga qo'shilmaydi, hamisha o'z fikrida qoladi. Har bir notiqdan keyin albatta so'z so'rab qo'lini ko'rsatadi. So'z berilmasa ham vaysaydi. Mobodo so'z berilsa minbarga chiqadi-da, to'g'ri kelgan ayolga qarab kuladi. So'ng xuddi fikri zo'rlik qilib boshini yorib yuborayotgandek ikki qo'li bilan boshini mahkam ushlab so'z boshlaydi. Uning injener Yo'ldosheva to'g'risida maqola yozishi ham mana shundan kelib chiqqan. Bu maqolani men kecha o'qigan edim. Bek Yo'ldoshevani beburt qilmoqchi, biroq donishmandligi bilan beburt qilolmaydi. Shuning uchun Yo'ldoshevaning cho'chqa to'g'risidagi gapini erining qachondir chekaga tushganligiga bog'layapti. Birdan kabinet eshigi ochildi. Bek bir qo'ltig'ida palto, bir qo'ltig'ida portfel katta qadam tashlab chiqdi-da, palto bilan portfelini kotibaning stoliga uloqtirdi. Bor tovushi bilan baqirdi: "Xonmonimdan kechaman. Dunyodan portfelsiz, paltosiz o'taman. Ammo bu ishni ochmasdan qo'ymayman." Sherigim unga bir stakan suv berdi. Paltosini kiygizib qo'ydi. Portfelini qo'liga berib yupatdi. "Qo'ying, begim, o'zingizni urintirmang. Albatta ochib tashlaysiz. Kolumb xotin taloq Amerikani tinch qo'yganda albatta o'zingiz ochar edingiz." "Ochar edim, albatta. Fosh qilar edim. Men unday odamlarni", dedi bek va hozir borib Kolumb bilan mushtlashadiganday darg'azab bo'lib jo'nadi. Biz ishimizni bitirish uchun muharrirning oldiga kirdik. U goh bo'g'ilar, goh kular edi. Sherigimdan bekning ta'rifini eshitib, shu gaplarni va bu yerda o'tgan mojaroni Qumrixonga aytib bering, hikoya qilib yozsin, albatta bosib chiqaramiz, dedi. "Yozishga yozar-ku", dedi sherigim, lekin bek o'qimasin, bo'lmasa. "Xo'sh, o'rtoq, nima demoqchi bo'lasiz? Hozirgi zamonda shunaqa odam bormi?" deb keladi. "Gazeta o'qisa shu ahvolda bo'larmidi? Yozaversin. O'zi biror foydali ish qilmay
ish qilayotgan odamlarga xalal beradigan bu xildagi beklar bitta ikkitagina emas. Hikoya yoziladigan bo'ldi. Muharrir sovib qolgan choyni shimirdi va 1,5 soat bekorga o'tgan vaqtiga achinib bizga quloq berdi.